Klubiga kirgan shu insonlarmi aka? Ustoz necha yil stajingiz bor umumiy mana shu kardiologiyada? Kardiologiyada o'zidami? Ha, o'zida. 36 yil. Umumiy shifokorlik necha yil? 40 yil. Ustoz assalomu alaykum. Men ismim Navruzbek, O'zbekistonning birinchi tibbiyot blogeriman. Qidirib yurib topib keldim sizni. Yaxshi kardiolog qidirib yurganlar ko'pda ustoz. Nechidan nechaga kelsa bo'ladi oldingizga? Qabul ertalab 9 dan kunduzi soat 3 gacha. Yakshanba. 15:00gacha. Yakshanbada. Yakshanbadan tashqari. Bizdagi qanaqa muammolar bo'yicha sizdan yechim olsak bo'ladi ustoz? Endi eng hozir faqat bizda emas, umuman O'zbekistonda butun dunyoda eng asosiy muammo gipертония kasalligi, yurak yetishmovchiligi, keyin murakkab muammolarni aritmiyalar. Ko'proq uchraydigan muammolar shular. Shular bo'yicha biz ishlayapmiz. Endi asosiy standart tekshiruvlar bor. Sochmani 12 kanalli 2 ga 12 kanalli Holter tekshiruvi, ya'ni bir sutka davomida 2 ga yozish bor. Doppler ekokardiografiyadan qo'llanamiz. Keyin prokatsefal qon tomirlar dopleri, ya'ni bosh miyani qon bilan ta'minlagan tomirlar dopleri, o'zimizning laboratoriya tekshiruvlarida ham zamonaviy tekshiruv usullari bor. Ular ham bo'lsa troponinlar, sistatin C degan tekshiruvimiz bor. Antiprobiopd, ya'ni mozgovo-eritritskiy gormon. Bir so'z bilan aytganda ustoz, hammasini hozirgi zamon talablari, hozirgi klinik tavsiyalarga asoslangan holda tashxis qo'yishga harakat qilyapmiz. Ana, o'rtoqlar, mana shu ustoz oldiga kelmoqchi bo'lsanglar yoki hojijon hojidalar ham olib kelmoqchi bo'lsanglar, manzilni yozing, lokatsiyalarni tashlab beraman. Qabullariga yozilish uchun kirenda nomerga telefon qilishadi. Ustoz taniganlar bitta like bosib qo'yasizlar. Rahmat. Katta rahmat.